Bahorda so'qol somsa yeyishga borish uchun sizni garderobingizda ham, farzandingiz garderobida ham shunaqa chiroyli sportivkalar bo'lishi kerak. Buni har xil ranglardan bor. Bundan tashqari o'g'lingizga ham, qizingizga ham xohlaganinglardan tanlab ketsanglar bo'ladi. 2 yoshdan 5 yoshgacha menga aynan shu rangidan ikkitadanmi, uchtadanmi, nechtadan kerak desangiz, O'zbekistonni xohlagan viloyatiga o'zimiz pochtadan yetkazib beramiz. Hasan Zuhra egizligi bor bir opaxonimiz yozib qoldilar. Menga o'g'limga ham, qizimga ham mos tushadigan dvoyka ko'rsating deb, aynan shuning uchun ham mana shu dvoykalarni, ya'ni sportivkalarni tavsiya qilaman. Chunki bilasizlar, seri o'g'il bola, qiz bola rang umuman tanlamaydi. Qolaversa, yoshlari ham to'g'ri keladi va buni siz bemalol nafaqat bahorda, kuzda, yozda birinchi oylargacha bemalol kiydirishingiz mumkin. Chunki material juda ham yumshoq va yuqa. Qolaversa, buni mana ishtonchalarini alohida futbolkalar bilan kiydirsangiz ham bo'ladi. Mana shu sariq rangi ham o'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham mos tushib ketaveradi. Yo, menga aynan o'g'il bolachasi va qiz bolachasi kerak desangiz, aynan shu variantlarni tavsiya qilaman opajonim. Buni menga eng yoqqan tarafi nafaqat yengida, belida va ishtonida manjetlari bor. Hattoki men bu kapeshonlari ham rezinkali ekan. Bolalar bilasizlar, bahorda kepka kiygani bilan ular yugurib varra uchirgan chiqib ketadi, tog'larga chiqadi, qulog'idan shamol o'tadi deb xavotir olmasangiz ham bo'laveradi. Bundan tashqari opajonim, siz buni nafaqat Yunusobod, balki Chilonzor filialimizdan ham bemalol olib ketsangiz bo'laveradi.